Juda ham qo'rqinchli oyat. Bu shunday bir oyatki, har bir namoz o'qimaydigan insonga aytib keladi. Men benamoz birodarlarimga aytaman. Iltimos, mana bu oyatga qalbing bilan quloq sol. Iltimos birodarim, mana bu oyatga e'tiboringni qarat. Bu oyatki Alloh subhanahu va taolo Muddassir surasida aytadi. Jahannam ahli haqida. Ularga jannat ahli savol beradi. Ma salakakum fi saqar. Ularni do'zaxga tushirgan, ular e'tirof etgan eng birinchi sabablari Qalu lam nakum minal musallin. Subhanalloh. Iblisning insonlarni namoz o'qishdan qaytarish uchun ishlatadigan so'zlaridan biri. Ertaga o'qiysan, kechroq o'qiysan. Unga ergashganlar aytishadi. 20 yosh bo'lganimda o'qishni boshlayman. 40 yosh bo'lganimda o'qishni boshlayman. Hattoki ularga o'lim kelgunicha namoz o'qimasdan cho'zib yurishadi. U esa ogohlantirmasdan keladi.